Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Mana bugungi darsimiz mexanikaning statika bo'limiga doir misollar yechish bilan darsimizni boshlaymiz. Demak, birinchi jismning muvozanat sharti haqida qisqacha gapirib o'tsak, jismning muvozanat sharti jismga ta'sir qilayotgan barcha kuchlarning vektor yig'indisi 0 ga teng bo'lsa, jism muvozanatda turadi. Demak, mavzumizga doir birinchi dastlabki misolimizni ko'ramiz. Misolimiz quyidagicha: bir jinsli M teng 3 kg massali sterling rasmda ko'rsatilgandek M1 va M2 massali yuklar bilan muvozanatga keltirilgan. M1 va M2 massali yuklarning yig'indisi 4 kg ga teng. M1 massaning qiymatini aniqlang, kilogramlarda albatta. Bunda blokimizni quyidagicha tasvirlab olamiz. Blokka mana bu qismiga M1 yuk osilgan, M1. Ikkinchi qismiga esa M2 yuk osiladi va sterjinning bir qismi osiladi. Sterjinimiz demak 4 qismdan iborat. 1 2 3 4 mana 4 qismdan iborat. Bunda bu sistema umumiy holatda muvozanatda turibdi. Muvozanatda turishiga sabab mana bu yerda T1 deb oladigan bo'lsak, T1imiz mana bu mj og'irlikdagi massani ko'tarib turibdi. Mana bu qiymatimiz ham T1 ga teng va bu qiymat mana bu qismida T2 taranglik kuchimiz mavjud. Demak, yozib olsak, T1imiz birinchi holatda mana bu M1 yukning massasini og'irligini ko'tarib turadi. Ikkinchi T1imiz mana bu qismi esa M2 yukning og'irlik kuchi va sterjinning taranglik kuchini ikkalasini ko'tarib turadi. Endi bunda o'sha sterjinning muvozanat shartlarini yozadigan bo'lsak, dastlab mana bu ta'sir chizig'idan, ya'ni ta'sir chizig'i bizda T2 ko'paytirilgan tayanchgacha bo'lgan masofa, mana buni har birini x deb oladigan bo'lsak, tayanchgacha bo'lgan masofa 3x. Bu teng bo'ladi sterjinning o'zining og'irlik markazi. Demak, bu 4 ta bo'laklarga bo'lganimizda og'irlik markazi uning markazida, ya'ni 2 bo'lagida joylashgan bo'ladi va mj sterjinning massasini ko'paytiramiz 2x, ya'ni massa markazidan tayanchgacha bo'lgan masofaga ko'paytiramiz. Bunda T2 ni topadigan bo'lsak, T2 teng x lar bir xil qisqarib ketadi. 2mj, ya'ni sterjinning massasi taqsim 3 ga teng. Endi mana bu qiymatdan T2 ni topib oladigan bo'lsak, ikkalasini tenglashtirsak, M1 minus M2 ko'paytirilgan j teng T2 ga teng bo'ladi. Endi bu yerdan T2 bilan T2 ni tenglashtirib olsak, M1 minus M2 ko'paytirilgan j teng bo'ladi 2m j taqsim 3 ga. Ya'ni xo'sh, j lar qisqarib ketadi. J lar qisqarib ketsa M1 minus M2 teng 2 ga. Ya'ni bu sterjinimizning massasi 3 kg ga teng edi. 3 bilan 3 qisqarib 2 ga teng bo'ladi. Dastlab masalamiz shartida M1 plus M2 4 ga teng edi. Endi sistemani qo'shib olsak, 2m1 teng 6 bo'ladi. M1imizning qiymati 3 kg ga teng bo'lar ekan. Hurmatli tinglovchilar, ikkinchi masala mavzu yuzasidan ikkinchi masalaga o'tamiz. Ikkinchi masalamiz quyidagicha: bir jinsli massa M massali sterjin M teng 1 kg massali jism ko'chmas bloklar va ip bilan rasmda ko'rsatilgandek muvozanatga keltirilgan. Agar ipdagi taranglik kuchi 45 newton bo'lsa, M massa, ya'ni sterjinning massasini aniqlang debdi. Demak, chizmamiz quyidagicha bo'ladi. Mana bu ko'rinishdagi sterjin 2 3 4 ta, mana 4 qismdan iborat sterjin. Bunda sterjinga mana bu qismiga M massali yuk osilgan. Bu M massali yuk osilgan va mana bu qismida tayanch qo'yilgan. Bu qismiga tayanch qo'yilgan va
mana bu qismidan taranglik kuchi, mana bu qismidan taranglik kuchi mana bu tomonga qarab yo'nalgan. Taranglik kuchi bu tomonga qarab yo'nalgan. Demak, bizga kerak bo'ladi birinchi navbatda momentlar qoidasidan bu jismga ta'sir qiluvchi kuchlarning momentlarini tenglashtiramiz. Bunda jism o'zi mana bu sterjin ham o'zining og'irlik markazi bilan pastga yo'nalgan bo'ladi, ya'ni og'irlik kuchi bilan pastga yo'nalgan bo'ladi va mana bu m massali osilgan jism ham o'zining og'irligini bu sterjinga ko'rsatadi va pastga qarab yo'nalgan bo'ladi. Demak, bizda momentlar qoidasi bo'yicha m moment jismniki plus m moment sterjinniki teng bo'ladi m moment taranglik kuchiniki. Mana shu formulaga asoslanib ishlaymiz. Demak, bizda jism moment uchun mj ta'sir nuqtadan tayanchgacha bo'lgan masofa 2x plus endi sterjinning massa markazi bu 5 qismdan iborat bo'lgani uchun buning massa markazi 2,5 bo'ladi va mana bu tayanch 2 ga qo'yilgan. mj ya'ni sterjinning massasi ko'paytirilgan x taqsim 2, ya'ni o'sha ta'sir chizig'idan tayanchgacha bo'lgan masofa teng bo'ladi taranglik ko'paytirilgan x ga, ya'ni mana bu ta'sir chizig'idan tayanchgacha bo'lgan masofa x bilan belgilanadi. Bizda x lar bir xil bo'lgani uchun bular qisqarib ketadi. Xo'sh, biz topishimiz kerak m massani. M massamiz, mj massamiz teng bo'ladi. Taranglik minus 2 mj ko'paytirilgan 2 ga. Endi mj teng mana bu tarangligimiz 45 newton minus 2 ko'paytirilgan massamiz bu yerda 1 kilogramm bo'lgani uchun 1 kilogramm ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan 2 yozamiz. Mana bu mj ya'ni sterjinning og'irlik kuchidagi j bilan mana bular teng deb oladigan bo'lsak, 10 ni teng desak, mana bu 4,5 minus 2 ko'paytirilgan 2 bo'ladi. 10 ga qisqartirib yuborganimizda natijada m teng sterjinning massasi 4,5 dan 2 ni ayiramiz. 2,5 ni 2 ga ko'paytirsak 5 kilogramm ekanligi kelib chiqadi. Hurmatli tinglovchilar, mavzumiz yuzasidan 3-masalaga keldik. 3-misolimiz quyidagicha. Bir jinsli m teng 3 kilogramm massali sterjin prujinalar bilan rasmda ko'rsatilgandek mahkamlangan va muvozanatga keltirilgan. Agar prujinalarning bekirligi k 2 teng 2k1 teng 1 kilonewton bo'lsa, demak ularning yig'indisini toping debdi. Delta ya'ni prujinalarning cho'zilishining yig'indisini toping debdi. Bunda misolimiz quyidagicha. Sterjin oladigan bo'lsak, sterjinimiz 6 ta qismdan 1 2 3 4 5 6 qismdan iborat va mana bu ikki qismidan bitta bo'lak chiqaramiz. Bu qism K1 hisoblanadi. K2 va mana bu tomonidan bitta qismda chiqaramiz. Bu esa bizda K1imiz hisoblanadi. Endi bunda muvozanat shartlarini oladigan bo'lsak, bunda qanday kuchlar, qanday momentlar ta'sir qilyapti? Birinchi navbatda bu sterjinning massa markazini topib olishimiz kerak. 1 2 3 5 6 ta bo'ladigan bo'lsa,
mana buning massa markazi mana bu nuqtada, ya'ni uchtasida bo'ladi. Bu o'sha sterjinning massa markazi hisoblanadi. Endi bizda bitta momentlar qoidasi bo'yicha olamiz. Demak, taranglik 1, mana bu taranglik 1 qiymatimiz ta'sir nuqtasidan tayanchgacha, mana bu endi massa markazi, sterjinning massa markazi bularga tayanch vazifasini bajaradi. Tayanchgacha, ya'ni 2x masofa momenti teng bo'ladi taranglik bu 1, taranglik 2 ko'paytirilgan tayanchgacha bo'lgan masofa. Va o'z navbatida bunda mj sterjinning massasini t1 plus t2 tarangliklar ko'tarib turadi. Bu tengliklardan foydalanib, ya'ni taranglik ikkita taranglik 1 teng taranglik 2 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Mana bu yerdan mj teng, agar taranglik 2 ni o'rniga taranglik 1 ni qo'ysak, 3 taranglik 1imiz bunga teng bo'ladi. Ya'ni taranglik 1imiz mj taqsim 3. Buning qiymati taranglik 1 ning qiymati mjimiz bizda massamiz 3 kilogrammga teng, 30, taranglik 1imiz 10 newtonga teng, taranglik 2imiz avtomatik 20 newtonga aylanadi. Sababi bu yerda T2 T1imiz T2 ga teng degan qoidamiz bor. Endi bizda mana bu x1 va x2 ni so'ragan. Agar tarangligimizni mana bu taranglik kuchimizni mana bu elastiklik kuchiga tenglaymiz. x1 delta x1 ko'paytirilgan k1 ekanligi kelib chiqib, bunda delta x1imiz teng bo'ladi t1 taqsim k1 ga. Ikkalasini yig'indisini oladigan bo'lsak, t1 taqsim k1 plus t2 taqsim k2. Buni topishimiz kerak. T1imiz bizda son qiymati 10 chiqdi, 10 newton taqsim k1imiz 500 newton taqsim etib plus t2imiz 20 newton, k2imiz esa 1000 ekanligi kelib chiqadi. Bundan mahraj 1000 berib yuboramiz. 1000 bersak bunga 2 bo'ladi, 20 40 teng bo'ladi 4 taqsim 100 yoki 4 santimetr ekanligi kelib chiqadi. Demak, hurmatli tinglovchilar, biz mavzumiz doirasida 4-misolga ham yetib keldik. 4-misolimiz quyidagicha: bir jinsli m massali sterjin rasmda ko'rsatilgandek m1 teng 4 kilogramm, ya'ni m1 teng 4 kilogramm va m2 teng 6 kilogramm massali yuklar bilan muvozanatga keltirilgan sterjinning massasini toping. Ya'ni sterjinning massasi m ni topishimiz kerak. Bunda chizmamiz quyidagicha. Ya'ni sterjin bor. Sterjinimiz 5 talik, 5 bo'lakdan iborat. 1 2 3 4 5 qismdan iborat va mana bu qismdan sterjinga alfa burchak ostida, ya'ni alfa 30 gradus burchak ostida taranglik 1 va mana bu yerga m massali yuk osilgan. M1 massali yuk osilgan va mana bu qismdan blokimizdan mana bu T2 massali yukimiz, bu endi vertikal T2 massali yukimiz, ya'ni M2 T2 taranglik kuchimiz M2 yukni ko'tarib turadi. Bunda bizda asosan mana bu T1 tarangligimizni proyeksiyasini oladigan bo'lsak, Y bo'yicha proyeksiyasi bo'ladi. Taranglik Y teng bo'ladi, ya'ni qarshidagi katetning hipotenuzaga nisbati taranglik ko'paytirilgan sinus alfaga teng bo'ladi. Demak, mana bu sterjinimizning massasi teng bo'ladi
m1 sinus alfa plus m2 ga. Stajimizning massasi teng bo'ladi m1 4 ko'paytirilgan sinus 30 gradusda 1 taqsim 2 plus 6. 4 bilan 2 qisqarib 2 qoladi. 6 ga 2 8 kilogramm ekanligi kelib chiqadi. Bugungi video darsimiz shulardan iborat. Keyingi video darslarda ko'rishguncha e'tiboringiz uchun rahmat.